to'n furushlik qilganliklarda, savdo qilganlarda to'nda 2 xil narxini 2 xil to'nda savdosida bir shubha paydo bo'lib qolganligi uchun keltirganlarda, shu yaxshi to'n ham shuni orasiga kirib qolganliklari uchun shu savdoda shubha bo'lib qoldi deb, aslida o'zi masala shuki, bir qismdagi bir odam savdo qilsa, savdoda shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, shu savdodan bo'lgan foydani birovga aytmasdan berib yuborishlik kerak. Harom bay bo'lib qolsa, lekin dasmoyaga putur yetmaydi. Bu kishi shu dasmoyasini ham qo'shib turib berib olgan ekanlar. Shunda shu to'nni sotgan odam olib aytgan ekanki, bu to'nni men bundan ortiqqa sota olmasdim. Biz tarafda bundan ozroqqa sotardim, men roziman deganlarda, sen men uchun rozi bo'lsang, men shu mo'min birodarim uchun bunga rozi emasman degan ekanlar. Shuncha katta savdoda maydonidagi katta maydonni egallagan zotni bu savdo taqvodan to'sa olmagan. Ana shunday agar kishida iymon bu jamlanadigan bo'lsa, shu maydonlarning hammasida harakat qila olishligi mumkin, birodarlar. Bir narsa bir tarafga ketib qolmaydi. Savdodagi yuqorilik taqvodan to'sa olmaydi. Taqvodagi yuqori bo'lishlik odamlardan tama qiladigan holatga olib kela olmaydi. Biz agar tarki dunyo qilib, taqvo qilib, o'zimizni tuzatadigan bo'lsak, odamlarga qaram bo'lib qoladigan holatda qolamiz, birodarlar. Mana bu sohalardagi narsalar bizni islom millatini orqaga tushirgan narsadir. Shuning uchun bugungi darsimizdan ko'pchilikka mafhum bo'lgan bo'lsa kerak, islomiy jami axloqlar islom ummatida yo'qolgandir. Islomiy xulqdan ba'zilari yo'qoldi demoqchi emasman. Jami xulq bir kishida topilmay qolgan. Mana shunday kishilar vujuddan o'zi kamayib qolgandir. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizdan manfaatlanishlikni ham hammamizga nasib qilsin. Avvalo o'zimga manfaatlanishlikni va sizlarga ham manfaatlanishlikni va boshqa islomiy birodarlarimizga ham manfaatlanishni Alloh nasib qilsin. Shu fursatdan foydalanib shom bilan azon bilan farz takbir iqoma etilinishligini o'rtasida 2 rakat namoz o'qiymiz. Mana ko'pchilik shuni nima qilingan. Bunga asos shuki, shom namoziga azon aytilgandan keyin ba'zi sahobalar kelishsalar, yo'nki shom namozi o'qilib bo'pti-yu, keyingi bir 2 rakat namoz o'qilyapti ekan deb xayol qilardik, dedilarki, ko'p kishi o'qiyotganligidan. Lekin buni shuni aytib qo'yishimiz kerakki, nihoyatda yengil o'qilinishi kerak. Albatta o'qilinishi kerak deb turlar. Azonni aytishlik bilan boshlanishligi kerak, tugashi bilan boshlanishligi kerak. Agar bir sal qolgan bo'lsa, unga vaqtni o'tkazib o'qishlik uncha yaxshi bo'lmaydi, birodarlar. Shom bilan azon aytuvchi kishilarga ham shuni bilib qo'yish kerakki, shom bilan iqomani o'rtasida uzun sura o'qish, bunday yengil 2 rakat namozda o'qimla takbir aytilmoqligi kerak. Bizni hozirgi maydondagi savol emas, birodarlar. Agar bunga javob kutmoqchi bo'lsa, o'zi uchrasin. Hammamizga ham shu darsni davom etishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu darsga amal qilishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo din islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin, Parvardigor. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, Parvardigor. Ajdodlarimiz Alloh hammasini rahmat qilsin. Qiyomatgacha avlodlarimizni hammasini solihlardan qilsin.